Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda 2026 yilgi Chevrolet Cobalt haqida batafsil gaplashamiz. Bu model yillar davomida ishonchliligi va tejamkorligi bilan ko'pchilikning e'tiborini qozonib kelmoqda. 2026 yildagi yangilanishlar esa uni yanada zamonaviy va qulay darajaga olib chiqdi. Avvalo tashqi ko'rinish haqida. Old qism yanada agressiv va zamonaviy uslubda ishlangan. Yangi radiator panjarasi, keskin shakldagi faralar va chiroyli chiziqlar unga yanada jozibali ko'rinish beradi. Kuzov shakli aerodinamik jihatdan yaxshilangan bo'lib, bu nafaqat chiroy, balki samaradorlikka ham xizmat qiladi. Orqa qismda esa yangilangan chiroqlar va soddalashtirilgan dizayn umumiy uyg'unlikni ta'minlaydi. Umuman olganda, tashqi ko'rinish yoshlar va oilaviy foydalanuvchilar didiga mos keladi. Ichki qismga o'tsak, salon keng va yorug' ko'rinishga ega. O'rindiqlar qulay material bilan qoplangan, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Old panel zamonaviy ruhda ishlab chiqilgan bo'lib, barcha boshqaruv tugmalari haydovchi uchun qulay joylashtirilgan. Multimedia tizimi kattaroq sensorli ekran bilan taqdim etilgan. Unda smartfon bilan ulanish, navigatsiya va ovozli boshqaruv imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, xavfsizlik tizimlari ham yaxshilangan. Orqa kamera, barqarorlikni nazorat qilish tizimi va bir nechta havo yostiqchalari mavjud. Texnologiya borasida 2026 yilgi talqin ancha oldinga qadam tashlagan. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va ravshan ko'rsatadi. Yoqilgi sarfini kuzatish, masofa va texnik holat haqidagi ma'lumotlar real vaqt rejimida taqdim etiladi. Bundan tashqari, kalitsiz kirish va tugma orqali ishga tushirish funksiyasi ham mavjud. Bu esa kundalik foydalanishda katta qulaylik yaratadi. Amaliy jihatdan ham bu model juda maqbul. Bagaj qismi keng bo'lib, oilaviy safarlar yoki kundalik xaridlar uchun yetarli joy taqdim etadi. Orqa o'rindiqlar bukiladigan bo'lib, yuk joyini yanada kengaytirish mumkin. Yoqilgi teja,